Assalomu alaykum akalar. Bugun 25-aprel, soat millarimiz 8 ga ko'rsatyapti, kechki soat. 8 bo'lishiga qaramasdan Urban fasad jamoasi o'z ish faoliyatini olib boryapti. Mijozlariga vaqtida o'z zakazlarini yetkazib berish uchun. Agar bir kun yarim kun kechikkan bo'lsa, mijozlarimizdan uzr so'raymiz. Urban fasad jamoasi bu muammolar inshaalloh bartaraf qiladi. Yana qo'shimcha ish o'rinlarini yaratib, inshaalloh yetkazib berishga harakat qilamiz. Mijozlardan iltimos qilib qolardik, zakazlaringizni iltimoslardan faqat 15-20 kun oldin aytishingizni iltimos qilib qolardik. Srochniga qiynalib qolyapmiz. Biz harakat qilyapmiz, inshaalloh bular muammolarni bartaraf qilamiz. Hozirgi mana paytda ko'pchilik yana biz yangi kuzatayotganlar bu nima, bu qanaqa narsa deganlarga mana ko'rib turishingiz mumkin. Usti mramorniy kroshka, mramorniy tosh bo'ladi. Orqalari mana malyarniy stekloxoz bo'ladi. Sho'rdan, yorug'dan saqlaydigan narsa bo'ladi, shu narsa. Umuman sho'rni yorib tashqariga chiqarmaydi. Mana bu yerda yangilik fasonlarimiz bor, regalniy variantlarimiz bor. Mana dekorativniy ko'rinishda ko'rishingiz mumkin. Bular narxiga keladigan bo'lsa 1 kvadrati 90 ming so'm dekorativnilarimizda, однотонный ranglarimizda, mana duksvetliklarda 1 kvadrat 80 ming so'm. Mana 3D variantlarimiz bor. Mana bulardan ko'rish 2026-yilda klinker mahsulotlarda yangilik bo'lgan 3D mahsulotlarimiz 1 kvadrati 90 ming so'mdan kelishtirib beramiz. Ko'proq olsanglar butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz 100 kvadratdan oshiq olgan odamga. Buni kampirligida 1 kvadratning kampirligida laki, kilesi 100 kvadratdan oshiq olganda shahrining markaziga dastlabki qilib beramiz. Bizi manzil qayerdansizlar deb so'raganlarga maqtanishmas, biz Andijonlimiz. Bizi manzil Andijon viloyati, Andijon tumani. Kimga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Andijonliklar bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz.